Nihoyat aziz vatandoshlar, sizlar sevgan, sizlar ham ota, ham ona bo'lib, mehr berib, shu insonni yashab qolishda biz ham sababchi bo'lamiz degan inson bugun xudo xolasa Sarvarbek. Jon talashib yotgan xasta, bor budini sotgan xasta, ko'z yoshlari daryo xasta. Umid bilan sizga boqib, ko'zlaridan yoshlar oqib, duo qilar pichirlab asta, duo qilar pichirlab asta. Aziz vatandoshlar, Sarvarbek Hindistonga yo'l oldi. Ozgina og'riq bo'lyapti, grija bo'yicha. O'shanga gapira olmayapti, zo'rg'a turibdi. Duoda bo'lib turdilar, tezroq borsin. O'zini kelinoyisi, amakilari bilan birgalikda ketishyapti. Hali hayajon bormi? Ha, avvalambor xalqimizga hammasiga rahmat deymiz. Unda o'zlari nima qila olmaydi, salgina mazasi yo'q. O'sha Xorazmda yordam bergan hamma eldoshlarimizga hammasiga rahmat aytamiz. Keyin o'sha yergacha kelguncha elimizda mollasi bor. O'shanga ham rahmat, Shavkat akaga ham rahmat. Ancha-muncha qarashsiz, rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin. Yig'lamang hammasi. Aziz vatandoshlar, mana shu Sarvarbek uchun O'zbekistonda qaysi burchagidan turib video tarqatib, SMS qilgan hammaga, kartaga naqd pul bergan hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Endi duo qilsa Sarvardan tezroq chiqarib, tezroq operatsiyalar o'tkazib, yana qaytib kelib, aynan mana shu aeroportda video qo'shlik hammamizga nasib qilsin. Yana bir bor sizlar bilan uddaladik. Hali baxtga to'lib ketasiz, o'ynabgina kulib ketasiz, ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Siz yig'lamang xalqim, siz bilan jon talashib yotgan xasta, bor budini sotgan xasta, ko'z yoshlari daryo xasta.